Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldi bilan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda Turkiyaning Amasya viloyatidagi Uyg'urlarning ko'chib kelganligining 700-yilligini xotirlab muhokama yig'ini, ilmiy muhokama yig'ini o'tkazdi. Bu xabar diqqatingizda bo'ldi. Shundaqla Xalqaro musulmon jamoatlar tashkiloti uyushmasi 24-qatimli qurultayda Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan zulmlarni to'xtatish haqida doklad e'lon qilganligi haqidagi xabar. Shundaqla Erdo'g'anningki Rossiyani bu to'kmat chaplash safarbarlikka elib berayotganligi haqidagi so'zi. Shundaqla Turkiya bilan Yevropa o'rtasida kelishim tuzilib, muhim bir kelishim tuzildi. Musofirlar masalasi haqida. Shundaqla Turk fuqarolarining 2016 yil 10-oydan boshlab oldimizdagi yil 26 Yevropa davlatiga vizasiz holatda sayohat qilish haqidagi xabar. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkiston musulmonlarining ustidagi zulm to'xtatilishi kerak. Sharq Turkistondagi zulm Xalqaro musulmon jamoatlar uyushmasining 24-qurultayining dokladida tilga olindi. Turkiya iqtisodiy va ijtimoiy tadqiqotlar markazi tomonidan uyushtirilgan Xalqaro musulmon jamoatlar uyushmasining 24-qurultayi oxirlashib, xulosa doklati e'lon qilindi. Dokladda Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan zulmini to'xtatishi va Uyg'urlarga mu Xitoylar ega bo'lgan huquqlarning berilishi kerakligi o'tirg'a qo'yildi. 29 va 30 noyabr kunlari Istanbulda chaqirilgan bu qatimqi yig'inning temasi imperializm kontrolligidagi islom dunyosi bo'lib, 59 davlatdan 147 vakil ishtirok qildi. Qurultayda hozirgi dunyo tartibining shakllanishi, islom dunyosining ichki vaziyati, duch kelayotgan xalqaro tahdidlar, bu tahdidlar keltirib chiqargan masalalar muzokara qilindi. Qurultayning xulosa dokladida islom dunyosiga qaratilgan xalqaro tahdidlarga taqobil turish kerakligi bildirildi. G'arb davlatlari yasab chiqqan islom qo'rqinchisi va bu keltirib chiqargan islomga qarata dushmanlik pozitsiyasining dunyo tinchligiga ko'langa tushirayotganligi ilgari surilgan dokladda Masjidi Aqsodan Sharq Turkistongacha, Misrdan Filippingacha bo'lgan har qaysi islomiy diyorlarning nomi bir-birlab tilga elinib, bu rayonlardagi musulmonlarga qaratilgan bostirish va zulmlarning to'xtatilishi kerakligi bayon qilindi. Dokladda Xitoyda Sharq Turkiston musulmonlari ustidagi bostirish to'xtatilishi kerak. Xitoydagi musulmonlar Xitoylar ega bo'lgan huquqlarga o'xshash ega bo'lishi kerak deyildi. Amasya Uyg'urlari ko'chib kelganligining 700-yilligini xotirlab ilmiy muhokama yig'ini chaqirdi. Turkiyaning Amasya viloyatiga o'ltiraqlashgan Uyg'urlar ko'chib kelganligining 700-yilligini xotirlash faoliyati uyushtirdi. Turkiya ovozi va Erkin Osiyo radiolarining xabarida bildirilishicha, Turkiyaning sharq-shimoliy rayonidagi Shahzodalar shahri deb bilinadigan Amasya shahriga 40 kilometr uzoqlikdagi Uyg'ur kentidagi Uyg'urlar tunji qatim Sharq Turkistondan ko'chib kelganligining 700-yilligini xotirlab ilmiy muhokama yig'ini o'tkazdi. 28-29 noyabr kunlari chaqirilgan yig'inga Uyg'ur kentining rahbarlari, Uyg'ur kenti muhitini qo'g'dash va go'zallashtirish jamiyatining mas'ullari, bu kentlik o'qituvchi va o'quvchilar, Anqaradagi Uyg'urlar, Istanbuldagi vaqfning sobiq raisi Hamid Ko'kturk apandi, Gollandiyadagi Uyg'urlardan Abdusalom Niyoz apandi, Uyg'ur kentidan Istanbulga berib o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlar qurgan Uyg'ur madaniyat va hamkorlik jamiyati mas'uli boshchiligidagi 100 ga yaqin Uyg'ur bo'lib, jami 400 atrofida kishi qatnashdi. Arqadan bu yig'inni uyushtirgan Uyg'ur kentining madaniyat xazinalarini asrash hamkorlik jamiyatining boshlig'i Husayn Yildirim, Uyg'ur kenti aholisining yaqinqi mezgillardan buyon o'zlarining o'tmish to'g'risida izlanishga boshlaganligini, bu doirada har xil faoliyatlarning o'tkazilayotganligini alohida tilga oldi va yig'inni qo'llab-quvvatlagan Turkiya Jumhuriyati Ichki ishlar ministrligi, jamiyatlar boshqarmasi qatorliq hukumat organlariga minnatdorlik bildirdi. İlgari surilishicha, Uyg'urlar bilan Turkmanlar hozirgi Uyg'ur kentiga milodiya 1326-yili Uyg'ur xoni Sultan Alauddin Aratna mezgilda o'rinlashishga boshlagan bo'lib, toki hozirgacha u rayonni tashlab ketmasdan o'zlarining bir qism urf-odatlarini davomlashtirmoqda ekan. Uyg'urlarning Uyg'ur bozoriga ko'chishining 1326-yildan 2015-yilgacha bo'lgan tarixiy jarayondagi sarguzashtlari, tarix, madaniyat, urf-odat, din va bir qism arxeologiyalik qazilmalarning soyasida nihoyat atrofli yo'ritib berilgan yig'inda
Türkiye Medeniyet Ministerliğinin mutaxassisi Ali Fuat Er Uyg'ur kentining tarixdagi o'rni degan temada Professor Kamal Göde Uyg'urlarning 13-14 asrlardagi ko'chish harakatlari va Alauddin Aratna davlati degan temada dotsent doktor Erkin Akram milodidan ilgarki 3-asrdan milodiya 12-asrgacha bo'lgan jarayondagi Uyg'ur tarixi degan temada dotsent doktor Erkin Ahmad Uyg'ur turklarining navbatdagi ahvoli va kelajagi degan temada Amasyalik Uyg'ur din tadqiqotchisi Bahodir Asar Uyg'ur kenti aholisining madaniyat tarixi va diniy e'tiqod tushunchasi degan temada leksiya so'zildi. İstanbuldan kelib yig'inga ishtirok qilgan Uyg'ur xabar markazining boshlig'i Hamid Ko'kturkmi so'z qilib, yig'in ahliga Istanbuldagi Uyg'urlarning qizg'in salomini yetkazdi va Uyg'ur kenti aholisi bilan tanishish, hal ahvollashish fursatiga erishganligidan intayin suyunganligini ifodaladi. Turkiyaning Amasya viloyatiga joylashgan Uyg'ur kenti to'g'risida tunji qatim 2002-yili xabar e'lon qilingan bo'lib, 13 yil ichida bu kent to'g'risida ko'p ma'lumotlar e'lon qilindi. Hozir bu kent Uyg'urlar tomonidan ziyorat qilinadigan bir joyga aylandi. Hurmatli tuzilko'shlar, biz Amasya Uyg'urlar haqidagi bu xabarimiz haqida Turkiya Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi, shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat olib boramiz. O'zi Anqaradagi telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Va men rahmat aytaman. Rahmat. Doktor, sizga ma'lum o'zingiz bilan qatnashdingiz bu yig'inga shu 28 va 29 noyabr kunlari Turkiyaning Amasya viloyatida shu Amasya Uyg'urlariningki ko'chib kelganligining 700-yilligi munosabati bilan bir muhokama yig'ini o'tkazildi bu yerda. Bu yerga boshqa so'zluguvchi mutaxassislar qatnashgan bo'ldi. Oldi bilan men shu Amasya Uyg'urlari kim? Mushaqtilar bilan savol so'rasam, buni bildigan ekan. Amasya vilayetinin bir sera, yani burun bir kentke. Serada nurgun şu Uygur namında yaşavatkan kaklar var ki. Bunlarınki hemmisi belki Uygur olması mümkün ama hazır ki bu serada yaşavatkan kişiler bular hem de şu bizimki mahalleninki seranınki ismi Uygur olan qarğançaqdı biz şu Uygurlardan kelgen okşaymayız dep onda bir göz qaraş var. Bunun sebebi bolsa şu 13. asırlarda şu Mongollarınki Yavrasya'da kurgan 4 devletininki birisi şu İlhanlılar. Bir vilayeti de şu Anatolia'nınki şu şart, Ottura ve şart tarafı. Hoş. Bir yerde evvelken bir vali batı, bu Eretna isimli. Bu bolsa şu Türkiye'ninki Ottura rayonlarda, mesela Amasya, Tokat, Kayseri, Sivas degandek rayonlarda bir devlet kurup diken. Hoş. Bu devlet de 20 asırdan köperek devam kılan. Bu devletle birlikte bu devletine başkuran kişi ve özüne padişah deb ilan kılan kişi özüne Uygur boğanlığını uçkaşkardaydı. Bu Uygurluklarına kip kalgan degen vaxtıda hem de şu 1218'den itibaren Cengiz Han'ın ki Garp seferi başlayan. Garp seferi başlayan çağda meyli şu Turpan'daki Uygurlar olsun, meyli Kaşgar merkezli Karahanlılardaki Uygurlar olsun. Bunlarını ilip şu Garp seferge çıkan. Onun dinkin Cengiz Han'ın ki nevrisi olsun, mesela Batuhan veya Hülagula olsun. Bunlarının ki şu Rusya ve Şark Avrupa, şundakla şu İran ve Otur Şark'a sefer ilip bağlan. Bu seferde nurgun Uygurlarına ilip bağlan. Mazlum milletler yalğız emas. Dünya Uyghur Qurultayının muavin reisi ve Şarkı Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti'nin reisi Seyit Tümtürk Efendi arkadan Türkiye'deki 3 şehirde Şarkı Türkistan hakkında leksiya verdi. Dünya Uyghur Qurultayının muavin reisi Seyit Tümtürk arkadan Türkiye'deki 3 şehirde Şarkı Türkistan hakkında leksiya verdi.
Türkiye Kocaeli şəhərinin başlığı İbrahim Qara Osman oğlu Şərq Türkistan haqida ma'lumot egildi. Türk Dünyası Şəhər Hökumətləri Birliği və Kocaeli şəhərlik hökumət başlığı İbrahim Qara Osman oğlu Şərq Türkistan Mədəniyyət və Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi Seyit Tümtürkni mehmon qildi və Şərq Türkistan haqida ma'lumot oldi. Kocaeli İlim, Sənət və Mədəniyyət Cəmiyyətində o'tkazilgan Madaniyatdan irfonga suhbatlar nomli faoliyatga qatnashish uchun kelgan Seyit Tümtürk afandiga sahibxonlik qilgan shahar boshlig'i İbrahim Qara Osman o'g'li dunyodagi mazlum millatlar yolg'iz emas dedi. 11 ayning 26 kuni Turkiyaning Qaysari shahridagi Qaysari Tuluq o'tir maktabida o'qituvchi va o'quvchilarga Uyg'urlar anglatildi. Sharq Turkistonning o'tmishi va buguni mavzuliq yig'inda leksiya bergan Seyit Tümtürk afandi Uyg'urlarning qisqacha tarixini anglatgandan keyin nuqtaliq holda bugungi vaziyati Xitoy hukumatining besim siyosati Uyg'urlar duchor bo'layotgan insoniy haq va huquq dafsandichiliklarni so'zlab o'tdi. Bu yig'inga o'qituvchi o'quvchilardan bo'lib 500 atrofidagi kishi qatnashgan. 29 noyabr kuni Seyit Tümtürk afandi Istanbulda chaqirilgan 1-navbatlik Qora Papaq turklari qurultiyiga qatnashdi. Ko'p sonli siyosatchi, sobiq madaniyat ministri Yalchin Topchu, parlament a'zolari va turkiy millatlar vakillari qatnashgan qurultayda Seyit Tümtürk afandiga Turk dunyosi xizmat mukofoti berildi. Xitoy Uyg'urlarni qizil naqsha aytishga zo'rlamoqda. Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda har xil shaklda atalmish asabiylikni tugutish nomida dinsizlashtirish, mingni yuyish tashviqotini kuchaytirmoqda. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy 2016-yil 1-oyning 1-kunidan boshlab Sharq Turkistonda davlat xizmatchilari asosiy qonunga qasam berish tuzumini yo'lga qo'ydi ekan. Bu belgilamaga asosan Sharq Turkistondagi har darajalik Xitoy xalq qurultaylari vazifaga tayinlagan kadrlar, shundaqla har darajalik hukumat, sud va taftish xodimlari vazifaga o'ltirganda asosiy qonunni ijro qilish qasami berdi ekan. Xitoy Sharq Turkistonda terrorlik va bo'lgunchilikka qarshi turish nomidagi bostirishini davomlashtirmoqda, ham buni qonunlashtirishga urinmoqda. Xitoyni tanqidlagan muxbir tahdidga uchradi. Fransiyalik muxbir Ursula Gautier'ning Xitoyning vatanimizdagi terrorlikka qarshi turish siyosatini ayiblagan maqolasi Xitoy hukumat axborot vositalarining hujumiga uchragan va torda o'lim tahdidi topshirib olgan. Xitoyda turishliq chet ellik muxbirlar birlashmasi bayonot e'lon qilib, Fransiyalik muxbir Ursula Gautier'ning Xitoyning Xinjiangdagi terrorlikka qarshi turish siyosatini ayiblaydigan maqola yozgandan keyin hukumat axborot vositalarining hujumiga uchraganligi va torda o'lim tahdidi topshirib olganligi, shundaqla Xitoy doiralari uningdan maqoladagi xatoliklarni e'tirof qilishni talab qilganligini oshkorlagan. Fransiya axborot agentligining 30 noyabr xabar qilishicha, Ursula Gautier'ning maqolasi 18 noyabr e'lon qilingan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan milliy siyosiy tanqidlangan. Rahimsiz bostirishga uchrash u yerdagi zo'ravonlik voqealarining manbasi deb ko'rsatilgan. 2 kundan keyin Xitoyning yer shari vaqt kelsa obzor e'lon qilib, uning maqolasida keltirilgan misollarni ahvolni og'ir darajada burmalaganlik deb ayiblagan. U uchirgan eng og'ir ahvol bo'lsa, Xitoyda turishliq muxbirlarga kelar yillik viza tarqatilgan bo'lsa-mu, lekin uning vizasi berilmagan. Xitoy tashviqotchisi turk xalqini aldash uchun keldi. Xitoy o'zining turk xalqining nazaridagi obrazini yaxshilash va turk xalqini aldash maqsadida Uyg'ur millatidan bo'lgan g'alchisi Qurbon Samatni Turkiyada Xitoyning milliy siyosatini maqtab tashviq qilishga o'rinlashtirdi. Xitoyning Anqara turishliq elchixonasining o'rinlashtirishi bilan 26 noyabr kech Anqaradagi milliy kutubxonada Xitoy tashviqotchisi Qurbon Samatning "Men Xinjiangdan keldim" nomli kitobining turkcha nashrini tarqatish murosimi o'tkazilgan. Murosimga Xitoyning tashviqotchisi Qurbon Samat, Xitoy yozuvchi Wang Ming va Xitoyning Anqaradagi elchisidan boshqa yana Turkiyaning muavin bosh ministri To'g'rul Turkashmi qatnashib so'z qilgan. Turk va Turkiyada o'qiyotgan o'quvchilardan bo'lib 300 ta kishi qatnashgan. To'g'rul Turkash so'zida Uyg'ur va boshqa millatlarning Xitoy madaniyatining ko'p xillikligini ilgari suradigan omil ekanligi, Xinjiangni Turkiya Xitoy do'stligining ko'yligi deyishga bo'ldiganligi qatorliqlarni aytgan. Turkiyaga kelishdan burun Amerika va Misrda bir qator leksiyalarni so'zlab, Xitoy tashviqoti elib borgan Qurbon Samat va uning atalmish bozorlik kitobining mohiyati haqida Erkin Osiyo radiosida maxsus maqolalar e'lon qilingan edi. Uyg'ur faoliyatchilari Qurbon Samatga Xitoyning qo'rchoq tashviqotchisi deb nom bergan. Qurbon Samat bu yerdami Xitoyning milliy siyosatini yoqalab chiqqan. Turk xalqida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatlariga bo'lgan norozilik kuchayayotgan bir sharoitda
Xitoyning Uyg'ur nasllik bu tashviqotchini Turkiyaga avatishida turk xalqining nazaridagi obrazini yaxshilash va turk xalqini aldash maqsad qilingan. Türkiye muavin baş ministeri ijtimoiy taratqularda tanqidga uchirdi. Türkiye muavin baş ministeri Tuğrul Türkeş'ning Xitoy tashviqotchisi Qurbon Samatning ta'tir tashviqot kitobini tarqitish marosimida Sharq Turkiston haqida aytgan so'zlari ijtimoiy taratqularda tanqidga uchirdi. Türkiye muavin baş ministeri Tuğrul Türkeş'ning Xitoy tashviqotchisi Qurbon Samatning ta'tir tashviqot kitobini tarqitish marosimida Sharq Turkiston haqida aytgan so'zlari Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda tanqidga uchirdi. Facebook'dagi Arslantash ismidagi sahifada orası Şinjan değil, Doğu Türkistan, u yer Şinjan emas, Sharq Turkiston nomli temada Tuğrul Türkeşni o'zini Xitoyning oldida tuvan sundurmaslikqa va Sharq Turkiston masalasida mas'uliyatchan pozitsiyada bo'lishga chaqirilgan va Sharq Turkistonning Şinjan emasligi ta'kidlangan. Tuğrul Türkeş 26 noyabr Anqaradagi Xitoy elchixonasi milliy kutubxonada uyushtirgan faoliyatga qatnashgan va so'z qilgan. U o'zining Xitoyga qilgan ziyoratida Şinjan Uyg'ur avtonom rayonini ko'rish fursatiga erishganligini bildirib, davlatimiz bilan tarixiy va madaniyat bog'lariga ega bo'lgan Şinjan Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan aramizda do'stlik ko'rigi quryapti degan. Inkasda bu yerdagi haqiqiy do'stlikni hech qanday bir Uyg'urning ko'rmayotganligi bildirilgan. Turkashning Xitoy Şinjanda tinchlik va farovonlikka ahamiyat beryapti. Bu jihatda ichki va sirtqi mablag'larni tashviq qilib, rayonga muhim ul asliha mablag' selayotganligini bilamiz degan so'zlarga qarata haqiqatan rayonda yer osti va yer usti boyliklarining borligi, lekin bularning Xitoylar tomonidan sumurilayotganligi, bu yerda deyilayotgan mablag' va taraqqiyotdan Uyg'urlarning hech qanday foydaga erishmaganligi o'tirib qo'yilgan. Xitoy tashviqotchisi Qurbon Samat va Xitoy yozuvchi Wang Mingning Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqidagi bildirishlarga qarata Qurbon Samatning Xitoyning Uyg'urlar ustidagi bostirish siyosatlarini qo'llayotgan va Uyg'urlarni xitoylashtirishga urinayotgan mingisi yuyilgan manqurt ekanligi, hech qanday Uyg'urning uni yaxshi ko'rmaydiganligi, aksicha nafrat ko'zi bilan qaraydiganligi bayon qilingan. Tuğrul Türkeş'ning Xitoy elchixonasi taklif qilgan faoliyatda Sharq Turkiston o'rniga Şinjan kalimasini ishlatishining Uyg'urlarni umidsizlantirganligi va buni bir mas'uliyatsizlik deb qaraydiganligi bildirilgan. Hamda Sharq Turkistonning Xitoy ishg'oliga tushib qolgan tuproq ekanligi eskartib o'tilgan. Oxirida turk rahbarlarini Xitoylarning damiga tushmaslikka va Xitoy bilan bo'lgan munosabatida Uyg'urlarni unutmaslikka chaqirilgan. Erdoğan Rossiyaning töhmet chaplash safarbarligi qo'zg'alganligini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Katar'daki devlet işleri ziyaretinden qaytib etib, aeroplanda Rossiya ve Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qattiq ayıpladı. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Rossiyaning chegarada tushirib o'tilgan aeroplanni bahona qilib, qora tashviqot elib berayotganligiga ishorat qilgan holda, Rossiya ig'ir töhmet chaplash safarbarlik faoliyati bilan shug'ullanmoqda dedi va dunyo liderlarining Rossiya prezidenti Vladimir Putinning so'zlariga ishonmaganligini ta'kidladi. U mundaq deb ko'rsatdi: "Albatta bu töhmetlarga dunyo liderlari ishonmaydi. Men ko'rishgan liderlarning mushundaq qarashda ekanligini his qildim. Dal aksicha, Rossiya bu xil töhmet chaplash safarbarlik faoliyatlari orqali o'zining ishonchliligini yo'qotib qo'ymoqda." Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Rossiyaning hissiyatchanlik bilan harakat qilayotganligini, Turkiyaning bo'lsa esilligini saqlab qolgan holda pozitsiya bildirganligini ta'kidladi. Belgilamaga xiloflik qilish qilmishlarining yolg'iz havo tavalligida emas, Oq dengiz, O'rta dengizda yuz berganligini bildirgan Erdo'g'an voqeaga hissiyatchanlik bilan muomala qilishyapti. Darhol embargolardan eg'iz echishlarini qamlashmadi. Ochliq mahsulotlarini olmaymiz deyishyapti. Savdo sanoatchilarimizni azorlayapti. Bular davlat astoydilligiga yarashmaydi degan iboralarni ishlatdi. Erdo'g'an tabiiy gaz setib olish jihatida andish qilishga kerak yo'qligini ta'kidladi. Qatar universiteti tarafidan berilgan faxriy doktorlik unvonini taqdim qilish marosimida so'z qilgan Erdo'g'an, Turkiya Rossiya munosabatlari ustida to'xtalib, hech kimning bo'libmi Daeshning neftlarini Turkiyaning setib olganligini aytishdek bir töhmatning ichiga kirish, bundaq bir töhmatni Turkiyaga ortish haqqi yo'q. Turkiya texi bir terrorlik tashkilotidan neft setib olgudek darajada axloqiy qimmat qarashlaridan ayrilib qolmadi dedi. Daesh'in petrollerini Türkiye'nin satın aldığını söylemek gibi bir iftiranın içerisine girmek, böyle bir iftirayı Türkiye atma hakkına kimse sahip değildir. U aeroplan kirişi haqqı to'xtalib, bizning hargizmi bu hadisni ulg'aytish maqsadimiz yo'q.
diplomatiya va dialog yo'llarini ishga solish orqali soğuqqanlıqni üstünlükka eriştirishni umid qilaman dedi. Ne mevcut ilişkilerimize ne de potansiyelimize daha fazla zarar vermesini istemiyoruz. Rusya'nın haklı olduğumuzu tüm dünyanın kabul ettiği bir konuda verdiği orantısız tepkileri üzüntüyle takip ediyoruz. Bu tepkilerin devam etmesi durumunda elbette biz de kendi tedbirlerimizi almak mecburiyetinde kalacağız. Qirg'izistonda Yusufxas Hajibni xotirlash xalqaro yig'ini o'tkazildi. Xalqaro Türk Akademiyasi Qirg'iziston Cumhuriyetining poytaxti Bishkekda buyuk Uyg'ur mutafakkiri va shoiri Yusufxas Hajib tavalludining 1000 yilligini xotirlash faoliyatlari doirasida Türklarning o'rtaq va rayonlik tarixining zamonaviy metodlaridagi masalalar temasida xalqaro yig'in chaqirdi. Xalqaro Türk Akademiyasining 28 noyabr xabar qilishicha, Qirg'iziston Cumhuriyetining poytaxti Bishkekda buyuk Uyg'ur mutafakkiri va shoiri Yusufxas Hajib tavalludining 1000 yilligini xotirlash faoliyatlari doirasida Türk Yevro Asiyosidagi umumiylik va xoslik, Türklarning o'rtaq va rayonlik tarixining zamonaviy metodlaridagi masalalar temasida xalqaro yig'in chaqirilgan. Qirg'iziston Cumhuriyeti davlat boshlig'i saroyidagi Muras nonliq tarix va madaniyat merosi vaqfi uyushtirgan bu yig'inga Qozog'iston, Turkiya, Rossiya va Qirg'iziston qatorliq davlatlardan kelgan ilm sohasidagilar ishtirok qilgan. Bu ilmiy yig'in tarix ilmi sohasidagi kunimizda bor bo'lgan masalalarning o'ttirg'i qo'yilishi, ba'zi aqtog'larning yuyilishiga aloqador uchuq takliflarning sunilishi va o'zaro munosabatlarning kuchayishi. Buning bilan birlikda Yusufxas Hajibning qimmatli merosi bo'lgan davlat idora qilish temasidagi fikrlarni tadqiq qilish maqsadida uyushtirilgan. Yig'inda Xalqaro Türk Akademiyasining akademiki, tarix ilmi doktori Gaybolla Babayarov Yattisu rayonining islomiyatdan burunqi tangilarining yangidan o'qilishi temasida leksiya so'zlagan. İslam dünyasıga Türkiye'ni qo'llash chaqiriqi qilindi. Dünya Müslüman Alimlar İttifaqı Rusiyaning Türkiye'ga iqtisodiy embargo yurgizish qaroriga qarshi Türkiye'ga ve Türk mallarına yardım chaqiriqi qildi. Dünya Müslüman Alimlar İttifaqı Rusiyaning Türkiye'ga iqtisodiy embargo yurgizish qaroriga qarshi Türkiye'ga ve Türk mallarına yardım chaqiriqi qildi. İttifaqdan berilgan yeziqcha bayonotda Müslümanlardan haqliq davosida Türkiye'ning yendi bo'lish talab qilinish bilan birga Türk mahsulotlari va iqtisodiga yordam berilishi kerakligi bildirildi. Bayonotda mundaq deyildi: İslam ellariga, musulmon xalqlarga, shirkatlarga va shaxslarga Türk mahsulotlarini qo'llash, iqtisodiga, sayohatchilik va shuningga o'xshash yo'llar orqali yordam berish chaqiriqini qilamiz deyildi. Turkiyaning Suriya, Falastin, Berma, Somali, Iroq, Misr, Liviya qatorliq davlatlardagi mazlum musulmonlar uchun muhim ekanligi bayon qilindi. Türkiye bilan Yevropa İttifaqı muhim kelishim hosil qildi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministeri Ahmet Davutoğlu Yevropa İttifaqı devletleri rahbarları bilan musafirlar meselesi hakkında hareket planı imzaladı. Kelishimga asasen Türkiye fuqarolari 2016 yılı 10. aydan başlap Schengen kelishimiga a'zo 26 Yevropa devletiga vizasiz baralaydı. 29 noyabr Türkiye Baş Ministeri Ahmet Davutoğlu bir yusulga berib Yevropa İttifaqı devletleri rahbarları bilan oliy darajalar yig'ini elib bordi ve musafirlar meselesi hakkında bir hareket planı imzaladı. Kelishimga asasen Yevropaga boradigan musafirlar iqimini to'sish uchun Yevropa İttifaqı Türkiye'ye 3 milyard yevro yardım puli berdi ve Türkiye fuqarolari Schengen kelishimiga a'zo 26 Yevropa davlatiga vizasiz baralaydi. Shundaqla to'xtatib qo'yilganiga uzun bo'lgan Türkiye'nin Yevropa İttifaqıga kirish suhbati qaytadan qo'zg'atildi. Kelishimning eng yadrolik mazmuni Türkiye cho'qim musafirlik shartiga to'shmagan kishilarning Yevropa İttifaqıga kirishini to'sidi. Yevropa İttifaqı 2016 yılı 10. aydan başlap Türkiye fuqarolariga vizani amaldan qoldirdi. Musafirlarni o'rinlashtirishga yordam berish uchun Yevropa İttifaqı Türkiye'ye 3 milyard yevro berdi. Lekin Yevropa İttifaqidagi davlatlarning har qaysisi qanchalik so'mmani o'z ustiga oldiganligi texi belgilanmadi. Yaponiya Xitoy bilan datalash qilayotgan orolning yaqin atrofiga askar o'rinlashtirmoqchi. Yaponiya Xitoy bilan egilik huquq datalashi bo'lgan Senkaku orolining yaqin atrofiga qo'g'dinish armiyasi o'rinlashtirishni planlamoqda. Yaponiya jiddiylashayotgan vaziyatga taqobil turish uchun Xitoy bilan egilik huquq datalashi bo'lgan
Senkaku orolining yaqin atrofiga qo'g'dinish armiyasi o'rinlashtirishni planlamoqda ekan. Bu yerga taxminan 500 odam o'rinlashtirilgan bo'lib, boshqariladigan bombadan mudofaa sistemasi saqlanadi ekan. 2019-yili o'rinlashtirish tamomlangandan keyin bu yerda turuvchi qism tuyuqsiz yuz bergan ahvollarga tez suratda inkas qaytara oladi ekan. 26 noyabr Yaponiya muavin mudofaa ministri Okinawa nahiyasi Ishikagi shahrining boshlig'i bilan ko'rishib, armiya o'rinlashtirish loyihasini tanishtirgan. Ishikagi oroli Xitoy Yaponiya egilik huquq talash tartishi qilayotgan Senkaku oroliga 170 kilometr atrofida kelgan. Yaponiya matbuotlarida Yaponiya hukumatining bu harakati Xitoy paraxodlarining Sharqiy Xitoy dengizidagi datalashliq orollarga kirishining ko'payib qolganligiga taqobil turish deb ko'rsatilgan. 30 noyabr Xitoyning 3 charlash paraxodi bu dengiz rayoniga kirgan. Shuning bilan bir vaqtda 28 noyabr Xitoy harbiy aeroplanlari Yaponiya havo tavalligiga yaqin joydan uchib o'tganda, Yaponiya buningga qarshi o'z aeroplaniga uchish buyrug'i tushirgan. İsrailiya 2 oyda 108 Falastinlikni o'ldirgan. İsrailiya ishg'olchi kuchlari va yerlashtirilgan Yahudilarning hujumlarida 10 oydan buyon 108 nafar Falastinlik hayotidan ayrilgan. İsrailiya ishg'olchi kuchlari va yerlashtirilgan Yahudilarning hujumlarida 10 oydan buyon 108 nafar Falastinlik hayotidan ayrilgan. Falastin Sahiyya ministrligi e'lon qilgan yiziqcha bayonotda ko'rsatilishicha, G'azza va Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida 2 oy ichida İsrailiya kuchlarining hujumlarida 24 bola va 5 ayolni o'z ichiga olgan 108 kishi hayotidan ayrilgan. 4800 kishi rast o'q va rezinga o'qda yaralangan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.